Xo'sh, hurmatli obunachilar, Asadbek akamiz videoni olishda yordam beradi. Assalomu alaykum aka, charchanabsiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Husnat aka, bugun biz o'sha siz bilan mijozlarimizga ma'qul kelgan o'sha va hozirda eng trendda bo'lgan, hozir eng yaxshi H9 modelimizni sizga ko'rsatamiz. Bu hozir turgan joyimiz Sergelida joylashgan Haval avtosalonining eng главный ofisi. Главный ofisi. O'sha ADM zavodining eng yaxshi, eng главный avtosalonidan bittasi bu. Biz obzorimiz boshlaymiz. Do'stlar, kuzatishda davom etsanglar, biz chiroyli obzorlarni qilib o'tamiz akalar. Kelinglar, xush kelibsizlar. Xo'sh. Bu o'sha model. Ha, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan modelimiz o'sha Haval H9 modeli. Eng hozirda Haval oilasidagi eng katta crossover bo'ladi bu. O'sha bemalol ko'rib, obzor qilib, mashina haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ha, bu Havalning ichidagi eng katta mashinamiz hozirgi kunda. Bu mashinamiz bemalol o'sha Toyota Dusotkalar bilan tenglashtirsangiz bo'ladi yoki o'sha o'zimizda yig'ilayotgan Tahoe mashinalarga tenglashtirsangiz bo'ladi. Tahoelar bilan bemalol solishtirsa bo'ladi. Bemalol xuddi shunday solishtirsa bo'ladi. Mashinani birinchi ustidan ko'rsak, keyin salonning ichidan sizga birma-bir tushuntirib ma'lumot berib o'taman. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Mana mashinamizni xuddi dindorojniklarga o'xshab to'rvada bo'ladi bu. Paralarini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu nimasi? Bu yerda bagajnik bo'ladi bu ham. Bu ham bagaj. Misol uchun mijozlarimiz agar 7 kishilik bo'lib, hamma sizdan foydalanadigan bo'lsa, o'rindiqlardan foydalanadigan bo'lsa, bu yerda kichkina bo'lgan hajmdagi aniq narsalarni solib, bemalol yukxona qilib ishlatsa bo'ladi. Zapaska balonimiz pastda joylashgan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ha, zapasning pastda. Pastda. Qani orqasini orqa qismlarini ko'rishingiz bo'ladi. Bu hozir Haval H9'imizning birinchi pozitsiyasi bo'ladi bu. O'shaning uchun bu yerda hozir ko'p narsasi yo'q. Bu Haval H9 modelimiz o'zi ikkita pozitsiyadan iborat bo'ladi. Hozirgi pozitsiyasi bu birinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiyasida bu yerda bo'ladi 220 hajmlari bo'ladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Tog'larga chiqqanda bu narsa tifalmi 220 nima ishlaydigan bo'lsa, bemalol qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarli. Xo'sh, motorlarni ko'rib chiqamiz aka. Motorlar nechilik bilan? Shunday aka, hozir motorini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda motorimiz Haval H9 motorimizning 2 litr GDI turbina motor bo'ladi. Ot kuchi 218 ta bo'ladi. 218. To'rvada 4 ta balondan bir xilda tortadi. Va rasxodimiz hozir mashinaning yengilligi hisobida sizda 13 ta 14 ta bo'ladi, lekin obkatkadan chiqib olgandan keyin mashinangiz 11 ta 12 taga tushadi. Va yana u o'sha haydovchining o'ziga bog'liq, qanaqa yurishi mashinani, o'sha rejimlarini to'g'ri qo'yib, baribir hammamiz bilamiz, kimdir tezroq, kimdir sekinroq, sport rejim, ekonom rejim. Ekonom, sport va standart mezdalarimiz mavjud. O'shanga qarab mashinani rasxodi yoki hajmiga qarab, yurishingizga qarab o'zgaraveradi. Benzin nima? Benzin bunga minimalni 92 yoki 95. Ya'ni kim hamma o'zini moliyaviy xarajatdan kelib chiqqan holatda xohlasangiz 92 yoki 95. Endi biz sizlarga tavsiya berardik, iloji boricha 95 benzinni qo'yishinglarni. Chunki mashina o'zi ham yurishi ham yaxshi, dinamikasi ham yaxshiroq bo'ladi. Agar yo'q, men benzin quymayman, benzin menga qimmatli qiladi, lekin shunaqa mashina xohlayotgan bo'lsangiz, unda propan balon qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Propan qo'ysa bo'ladi demak. Lekin bor, zavod tomonidan berilgan 5 yillik garantiya motorga kuyadi lekin. O'zimizda xudo xolasa ochiladi bu narsa, bemalol kelib, o'zimizda qo'ydirib ketsanglar bo'ladi. Garantiya o'chmaydi o'sha. Garantiya o'chmaydi. Aynan o'sha zavoddagi mutaxassislarimizga kelib, o'zligi propan balonni qo'yib berishadi mashinalarga. Metan qo'ysa bo'lmaydi, bo'lmasa. Metan qo'ysa ham bo'ladi. Endi kimdirlar metan qo'yadi, kimdirlar propan qo'yaman deydi. Endi hamma o'zidan kelib chiqib, siz agar yaxshiroq yurishni xohlaydigan bo'lsangiz, yaxshiroq dinamika xohlaydigan bo'lsangiz, propan eng yaxshi optimal variant bo'ladi. Bu aka, qarang, zapchast masalalar nima bo'ladi? Qarang aka. Bemalol Haval H9mi, Giulio'mi, M6 modellarni olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa zapchastdan yoki servisdan muammoimiz yo'q. Zavod o'zimizda bor. Servis ham o'zimizda, zapchast ham hamma narsa o'zimizda bor. Bemalol kelib servisdan hamma zapchast olishingiz mumkin bo'ladi. Servisdan qo'ydirib ketsanglar ham bo'ladi. Servislar ham qimmat emas, hamyonbop, iloji boricha o'sha mijozlarga ma'lum qiladigan. Bo'lmasa bitta salonni ham tanishtiraylik aka. Xudo xolasi keling. Keyin yana ma'lumotni o'rnatamiz.
mashinaga 5 yil garantiya beriladi yoki 150 ming kilometrgacha. Qaysi biri birinchi keladigan bo'lsa, hammasi qilib ofitsialniy hammasi dokumentalniy, hamma narsasimiz bor. Keling. Shunda aka ballonni ham ko'ra qoling. Ballonning razmeri 18 bo'ladi bu yerda. Diskalada. Birinchi pozitsiya bo'lgani uchun unda guli boshqacha. Ikkinchi pozitsiyada keladigan bo'lsa, diskasining razmeri boshqacha bo'ladi. Bemalol bunga xohlasangiz 20 diska ham qo'yishingiz bo'ladi. Shaharda yuraman deydigan bo'lsangiz agar. Hozir qarang, o'zini ballonda qanaqa yurishi yumshoq. O'zini ballonda mashinani g'o'dasini ham ko'rib turibsizlar, juda ham katta, lekin motor 2 litr bo'lgan taqdirda ham mashina juda ham yumshoq yuradi, juda ham chaqqon, harakat qilishga ham yoki boshqaruvga ham juda ham epchil mashina. Yaxshi. Hali olgan mijozlarimiz faqat yaxshi o'tib beradi. Hali hech kimdan jalba kelmadi. Shuncha paytdan beri hali sotyapmiz mashinani. Haval umuman bu model emas, hali boshqa modellar ichida ham hali hech qanaqa mashinani aytilganda kelmas ekan degan gap hali eshitmadik. Hali eshitilmagan. To'g'ri, tushunarli. Mashinamizni qora rangi bor. Sochnalikchi ranglari qora, oq rangi bo'ladi yoki seri matoviy bo'ladi yoki yashil rangi bo'ladi. Bolotniy yashili bo'ladi. O'shanga qarab mijozlarimiz ham salon ichi tanlasa ham bo'ladi agar xohlasanglar oranjiy, xohlasanglar qora. Hozir nalitchida faqat qorami? Hozir qora. Agar kimgadir yashilgami yoki seri matoviy olaman degan bo'lsa, zakaz qilishsa, shartnoma olib 1 kunda, 2 kunda uzoq bilan mashina yetib keladi. Ha, 1 kunda. 1 kun yoki 1 oy, 3 oy degan narsa. Unaqa narsalar yo'q. Biz maksimum 3 kun deymiz, 3 kun ichida keladi mashina. Endi mijozlarga ham Allohchi bo'lib qolmaylik biz, o'shancha iloji boricha 2 kun yoki 1,5 kunda mashina yetib keladi. Endi yo'lda har xil probka bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat. O'shani hisobga olib, biz ham 1,5 kun yoki 1 kun zazorni olib aytamiz, lekin unaqa 1 oylab, 2 oylab kutish yo'q. Ha, tushunarli. Keling, ko'rishingiz mumkin. Salon kirishdan oldin bezkucha dostuplari bor. Bemalol kalitingiz oldingizda bor bo'ladigan bo'lsa, bosasiz, ochiladi. Marhamat. Xo'p, siz bu yerdan o'tib olsangiz, chiroyli o'tirsiz. Qilamiz. Yo, bismillah, hammaga shunaqa mashinalar olish nasib qilsin. Xullas, Sunnat aka, biz mashinachiga o'tirib oldik. Bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Hamyo ko'jadan ishlangan, rullarimiz kojali, bar, hammasi kojadan. O'tirgan joylaringiz, o'rindiqlar hammasi koja. Bu yerda biznes klass yoki juda ham elegantni qilib ishlangan mashinamizning ishlari ham. Ko'rishingiz mumkin katta monitor. Bu yerdan bemalol siz YouTube yoki CarPlay ulasiz bo'ladi bu yoki bemalol. Bluetooth telefonda hamma narsa ulab ishlatsangiz bo'ladi. Kartalarni bemalol hamma narsani ishlatsangiz bo'ladi bu yerda. Endi ko'rishingiz mumkin, aka, bu yerda mana korobkasi bo'ladi. Ikkita двойной сцепление bo'ladi bu yerda. 7 pog'onali korobkamiz bor va mashinamizda bu birinchi pozitsiya bo'lganligi uchun faqat abduflar, podogreflari bor faqat. O'tirgan o'rindiqimiz sizniki ham, meniki ham isitish o'rindiqlari mavjud. Isitishda hammasi. Уже keyingi pozitsiyasida ham abagrev, ham abduf bo'ladi. Kamerasi bor, 160 kamerasi mashinani bemalol oldi, orqa, yon hamma yog'ini boshqarsangiz, qarab tursangiz bo'ladi. Mashina katta bu bo'lishi shart, chunki har xil ko'rinishini, baribir yonlaringizni ko'ra olmay qolasiz. Elektron ruchnik ko'rishingiz mumkin, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Elektron ruchniklarimizdan avtoholimiz bor. Avtohol haqida ma'lumot berib o'taman, agar bilmaganlar uchun. Agar avtohol ishlatayotgan bo'lsangiz, siz remen taqqan bo'lishingiz kerak bo'ladi va probkada turgan paytingizda mana skorosimizda D drive'da turibdi, o'sha paytda to'g'rimiz bosib turasiz. Oyoq qancha turib vaqtlab charchiydi baribir yoki neytralga qo'yib turib shuni tortmaysizda. Eng yaxshisi avtoholni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'rimizdan oyog'ingizni olasiz, mashina joyida qimirlamasdan turadi. Bo'ldi. Tabloda yashil bo'lib ko'rinib turadi. A bo'lib, yashil bo'lib ishlayotgan bo'lsa, demak, o'sha avtohol ishga tushgan o'sha. Gazni bosasiz, avtoholda yana ketaverasiz. Avtohol saro bo'lib o'chib turadi. Yana kelib turib, yana tormozni bosadigan bo'lsangiz, yana mashina to'xtaydi, A yashil bo'ladi. Demak, o'sha avtohol ishlayapti. Bemalol xavotirsiz, bemalol turadi mashina. Endi u nimasi yaxshi, spusklada yoki tepaliga chiqqaningizda bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mashina hech qayerga qimirlamaydi, joy-joyida turadi mashina. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana 4 litrli hammasi 4 ta ballon tortadi. Ularni boshqarsiz ham bo'ladi. Bu yerdan resorlarni boshqarsiz bo'ladi. O'sha oldi, orqalarini hammasini
Mana bu yerda bo'sh o'rin knopkalarimiz ikkinchi pozitsiyada bu yerda hammasi to'lgan bo'ladi. Bu yerdan siz rejim almashtirsiz bo'ladi bu yoqdan. O'sha hali aytganimizdek ekonom, standart, sport rejimlarini va bu yerda qorli yo'llarda, muzlamali, o'sha qor, muzli yo'llarda, o'tli joylarda, loy, bunday botqoqli joylarda yurayotgan bo'lsangiz, qumda, toshli joylarda yurayotgan bo'lsangiz, bu yerda hammasi ko'rinadi. O'sha hammasini boshqarsangiz bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Qani ham ko'rishimiz ham noodatiy holatda chiroyli ishlangan. Katta barimiz bor. Bu yerda podstakanniklarimiz bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bunda xolodilnik bo'lmaydi. Bu yerda xolodilnik yo'q, lekin sovutish tizimi bor. Qanchani yoqqaningizda bu yerga ham havo kiradi. Mana bu yerdan hozir ochgan joyimdan havo kiradi. Endi ichimlik qo'yadigan bo'lsangiz ham bu yerga ancha salqin bo'lib turadi mashina ichida. Qanchani hisobi bilan yaxshi muzlab turadi mashinangiz. Anaqa ichimlik. Okay, rolimiz mana multirol ko'rishingiz mumkin. O'sha ko'rishdan iborat. Yoki skoroshimizni D dan M ga o'tkazadigan bo'lsak, mexanikaga bu yerda lipistoklarimiz bor, tepturadiklarimiz. Bu hammasi ishlaydi. Bu plus skorost almashtiradi, skorost kattalashadi, minusda уже skorost kamaytirsa bo'ladi. Bular dalniy bilish yoki signal bo'lmaydi. Yo'q. Endi agar mijozlarimizni sotib olgan odamlarimiz o'ziga qarab, agar boshqa narsa ulatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, servisimizga olib kelishsa, bemalol qilib berishadi. Va chap o'ng tomonimizda bu yerda hammasi multimediaga javob beradi. O'sha telefon olish, telefon qo'yish, boshqa papkalarga o'tkazish, o'sha hammasi orqaga, oldinga bezuq qilish, polniy multimediaga. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, mashinamizda cruise control mavjud bo'lganligi uchun bemalol cruise control yoqib, tezlik qo'shish, olib tashlash, o'chirish, hammasi yoki ovozli boshqaruv hammasi bor. Bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Va bu yoqdan ko'rishingiz ham mumkin, anaqamiz ham bor. Bu yoqdagi narsalarimiz ham bor. Mana bu yerda o'sha tablolarni xolasiz yarkiroq, xolasiz pastroq farani to'g'irlashsiz bo'ladi. Sirpanmasligi uchun mashina va spusklalanayotgan paytda yordam beradigan funksiyalarimiz mavjud. Bu yo'q har doimdek o'sha o'zimiz bilgan o'sha klimat kontroliga yoki avariyga, mashinaning havosini almashtirish va boshqa o'sha ventilyatsiyani to'g'irlash. Bu kalit bo'ladi, aka. Siz bemalol to'qilab qo'ysangiz bo'ladi, aka. Mana qarang. Shu joyidan qulflanadi. Yo'q, aka, buni qanaqa qilib aytmoqchi? Banu, просто guli, aka, aytdan bora. Prosta gul. Tushunarli. Bemalol. Keyin bu yerda aka, Usnat aka, bu pozitsiyamizda ham va ikkinchi pozitsiyada ham bu yerda telefonni qo'yishingiz bo'ladi. Besprovodniy zaryadkalarimiz mavjud. Hammasi bor, aka. O'rindiqlarimizda aytganimda shu isida, orqalari ham isida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda klimat kontrol hammasini boshqarsangiz bo'ladi. Deflektorlar bor, USB portlari. Detskiy rejim, detskiy stol qo'yaman desanglar ham unga ham xotlari bor, hamma narsa bor. Va buni ko'rishingiz bo'ladi. Bu yerda oddiy lyuk, bu birinchi pozitsiya, o'shaning uchun уже ikkinchi pozitsiyasida katta panorama bo'ladi. Panorama уже ularning saloni ichi ham boshqa dunyo bo'ladi. Ancha sifatli, ancha уже ko'p narsa o'zgaradi. Oddiy pozitsiyasi bor, shuncha narsa. Oddiy pozitsiyada shuncha narsa bor уже. Bu nechta modeli bor ekan hozir? H9 bu birinchi pozitsiyasi elit, keyin prestige varianti bor ekan. Ikkita pozitsiyadan iborat bo'ladi. Bu hozir o'tirganimizda hammamiz tushunishimiz uchun birinchi pozitsiyasi deylik, elit pozitsiyasi bu. Lekin shunda ham mashinani govdasi, chiroyi, ya'ni motori, ko'rinishi oddiy mashinalarga ham qaraganda ham yo'q, bemalol anaqa ular bilan raqobatlashib, bemalol o'sha Tahoe'lar bilanmi yoki 200 Toyota'lar bilanmi bemalol bellasha oladi. Yo'l tanlamaslar bilan. Xo'p, bo'lmasa salonni ko'rib chiqdik. Orqalarini ham qo'yinglar, aka. Shunday aka, yana ahamiyat bering. Mana orqalarida ham sensorlari bor, hali aytganimdek. Sensor datchiklari, paroklari bor. Paroklari bemalol 150 kiloni, 200 kiloni bemalol ko'taradi bu. Endi qanaqa 200 kilo odam chiqib olib turish emas bu. Bir vaqtda o'zida ikkita odam chiqadigan bo'lsa, bemalol ko'taradi. Tepada mana dugalarni o'chirib turishdi. Agar mashinada tez harakat qilaman degan bo'lsanglar, iloji boricha 50 kilodan kamroq narsa ortish kerak bo'ladi. Yoki yo men agar sekin ketaveraman deydigan bo'lsanglar, bemalol ko'proq 50 kilodan baland bo'lsa narsa ortsanglar bo'ladi.
mashina ko'taraveradi. Ko'rishingiz mumkin, mana tashqari holatdan optikasini ko'rishingiz mumkin. Mana shu kattagina dupsotkalarga, gilit bangerlarga o'xshagan. Hammasi chiroyli. Aqlli optika panjara shotkalari ham mana ko'rishingiz mumkin, katta haval yozuvlari bilan o'ziga yarasha mashinamiz chiroyli turibdi. Aka, buni eng qiziq joyi keldi-da, buni narxi. Narxi, xudo xolisa, bu mashinamizning narxi 535 million. Birinchi pozitsiyasi mana shu turishi. Ikkinchi pozitsiyasi 569 900. 570 million. Odamlar esda qoladi. Sizlarda faqat naqdmi yoki boshqa yo'nalishlar? Bizda hozir avtokreditga chiqadi mashinamiz. Eng kami 30% to'lov qilishsa mijozlarimiz chiqadi. 1 yildan 5 yilgacha kreditni rasmiylashtirsa bo'ladi. Faqat rasmiylashtirishdan oldin mijoz tekshiriladi. O'sha bank xodimlari tomonidan hech qanaqa kreditlari bo'lmasa, kredit tarixlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa yoki kreditlari bo'lsa ham mayli bo'ladi. O'z vaqtida to'lagan bo'lsa, ma'lumotlarni aytib ketaylik. Bu narsani ham hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, muammosi yo'q, kredit chiqarib beramiz. Endi biz chiqarib bermaymiz, o'sha bank xodimlari bizlar bilan shartnoma qilingan banklar chiqarib berishadi bu narsani. Yoki bo'lmasa o'sha lizing рассрочкаga chiqadi bu. Mashinani u ham 1 yildan 4 yilgacha rasmiylashtirsa bo'ladi. Bosh to'lovlarga qarab, oylik to'lovlar chiqaveradi o'tda ham. Shunday kelib va oxirgi yo'nalishi o'sha hamma bilgan eng yoqimli naqdga kelmaydi baribir. Yoki kartadanmi bemalol prichisleniya orqali ham to'lasa bo'ladi. Eng yaxshi variant baribir naqd. 100% to'lov bilan olishlar nasib qilardi, so'rab qolardik. Bo'lmasa aka, shu ham hozircha aka. Yana ko'rishingiz mumkin. Bizda boshqa modellar ham bor. Dargo modelimiz bor, Giulio modelimiz bor, M6, H6 modellarimiz bor. Ko'rib, obzor qilishingiz mumkin. Bu ma'lumot olish uchun ekranda nomerlarga aloqaga chiqsa, xudo xolisa aloqaga chiqinglar yoki hammanglarni sizlarni Sergeli Haval avtosalonida kutib qolamiz. Hammanglarni kelishinglarni so'raymiz. Kelinglar. H6, H9, Giulio modellarimizdan kelib ko'ringlar va bizda test drive'lar ham mavjud. Test drive'lar ham mavjud. Bemalol Giulio deysizlarmi, birinchi bo'lib turibdi. M6 deysizlarmi, Dargo deysizlarmi yoki Bingle mashinasi bor, pikapimiz. Bemalol kelib, haydab faqat o'zingizlar bilan ID karta yoki pasportinglarni, pasport yoki praviyalarni olsanglar bo'ldi. Muammosi yo'q. Yozamiz, rasmiylashtiramiz va sizlar bilan chiqib bemalol haydab ko'rsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, bizani o'zimizga o'sha Haval Sergeli avtosalonimizga telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, test tarafga yozilib qo'yinglar. Chunki mijozlarimiz ham ko'p, sizlar ham yozilib qoladigan bo'lsanglar, hech qanaqa kutib qolmaysizlar, o'chirib qo'ymaydi. Bemalol o'z vaqtingizga kelib haydab ko'rishga imkoniyatga egasiz. Buni naqd pulga olgan payti qancha vaqtda tayyor bo'ladi ekan yoki kreditga olganda? Kreditga rasmiylashtiradigan bo'lsa ham agar uzog'i shu mashina shu yerda bo'ladigan bo'lsa, olib kelinsa 1 kun, 1,5 kun olib ketasiz. 1 kun, 1,5. Bizaga qancha sunnatdagi mijozlarga mashinani tez chiqarib bersa, biz ham xursandmiz. Biz hech kimni bu yerda ushlab o'tirib yoki mashina yo'q edi, aldov yo'q. Agar mijozimizni o'sha kredit tarixlari hammasi через bank olayotgan bo'lsalar, hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mashinani biz 1 minut ham ushlab turmaymiz. Keladi, rasmiylashtirib kelishadi, mashinani biz bonuslar bilan mashinani to'ldirib, o'sha mo'ykalar qilib, chiroyli qilib, akkuratli qilib mijozimizga topshiramiz kaltani va xursand bo'lib oilalariga yangi Haval mashinasini olib ketishadi. Bo'lmasa aka, shularni kelinglar. Hammaga nasib qilsin deb qolamiz shunaqa mashinalarni minish. Hammaga. Hammaga nasib qilsin, bemalol kelib, yaqinlarga, misol uchun, baribir hammamiz har bitta o'g'il bolani, har bitta erkak kishini o'zini mana bitta tugib qo'ygan anaqasi bo'ladi. Otalarimizga sovg'a qilish. Nasib. Zo'r mashina mana. Yoki bu bo'lmasa, mana sizga boshqa modellardan qilib beramiz. Xohlagan rangingizdan, hamma rangidan bor, hamma pozitsiyalardan bor. Kelib faqat olish kerak bo'ldi mashinani. Olib, mazza qilib haydash kerak mashinani bo'ldi. Sizlarni hammanglarni o'sha Haval Sergeli avtosalonida kutib qolamiz va men o'zim ham shu yerdaman har kuni. Kelsanglar, Asadbek ismim, yana bir bora kelib bemalol aloqaga yana ma'lumotini beraverasiz. Aka, telefonimni ham yozib olinglar mana 90lik 959 82 69 bemalol aloqaga chiqsanglar, hammasini Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi yoki ma'lumotni tashlab beraverasiz. Ma'lumot tashlab beraman. Endi kimdirlar ish vaqtidan bo'lib telefon qila olmaydi, bemalol aka telefon qilsa Telegramdan yuborib qo'yaman. Lokatsiya hamma.
Avtosalon har kuni ishlaydi. Shanba oddix kuni ham ishlaymiz Ha. mijozlarimiz uchun. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha ish faoliyatidamiz aka. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Stankada ham joylar bor aka. Bemalol mashinani qo'yib, muammo yo'q. Sergelina shuni orqa tomonda joylashganmiz, mashina bozori orqasida. Sharizi Krizonda. Chiroyli avtosalon, salqin joy, kofe, choylarimiz bor, muzdek suvlarimiz bor. Hamma sharoit qilib Hamma qo'yilgan. sharoit bor. Faqat kelish kerak, shartnoma olish kerak, halol mashinalarni olish kerak Olib bo'ldi. bosib minish kerak. Hamma narsa bor. Bo'lmasa Ham iloji boricha mijozlarimizga manzur keladigan, foydasi tegadigan, nafi tegadigan narsalar qilib beramiz. Endi bonuslarni aytmayman, ular surpriz, chunki har bitta odam o'zi mashina olgandan keyin yo'q bonus qilib xudo xolasa Surprizlari xafa bor qilmaymiz. bo'lmasa. Hech kimni xafa qilmaymiz. Hammasi bor. Ana Hamma bonuslari narsa ham bor ekan akalar. Siz farqi yo'q, qimmat mashina olasizmi yoki M6 ni birinchi pozitsiyasini olasizmi, umuman farqi yo'q. Hammaga bonus qilib beramiz, hammaga birdek. Mijozlarimiz bilan o'sha mashina olishgandan keyin bizani o'sha o'z rahbariyatimiz ular bilan suhbat qilishadi. Ular bilan iloji boricha yaxshiroq narsa qilib berishga harakat qilamiz. Tushunarli. Bo'lmasa qaranglar, mashinani kelib, hamma narsasini tayyorlatib, olgandan keyin bizni kanalda aytib kelsa, undan ham zo'r bonuslar bo'lsa. Kanallarni aytadigan bo'lsa, albatta bonuslarni chiroyli qilib beramiz. Uni ham endi bonus, surpriz bu narsa faqat kelganinglardan keyin aytamiz. Bu narsani eng shirinjon aytib turamiz sizlarga. Taklif qilamiz. Bo'lmasa sizga rahmat aka, obzor uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Bu yog'ini kelsa bemalol aka. sekin tugatib qo'ysam o'zim. Xo'sh, hurmatli obunachilar, ko'rdinglar obzorimizni. Qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildik. Xato va kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Ma'lumotini telefon orqali to'liqroq ma'lumot olasizlar. Hammani Haval avtosalonida kutib qolamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.